Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı sözleyimiz. Leksiyada Sadaqati Ruz Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislağa 2023 yıl 8. ayının 24. günü haftaga Perşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden aytganda dünya, vatandaşım dünya. Rang-rang voqealar yüz berdigan dünya ekan. Maşa bir sotka içinde iki hadise dünyada yüz berdi. Onun biri Rossiyada Wagner Group'ning başlığı Prigojin aeroplan hadisesiga uchrab qaza qildi. 23. günü. Ona yana biri 20'ning yana biri 23. günü kez saat 21. günü asli kez saat neçilada Janubiy Afrika davlatiga yetib kelgan rais Xi Jinpingning tuyuqsiz g'oyib bo'lishi va qatnashishga tegishli yig'in qatnashmaganligi. Bu to'g'rida hozirgacha uzil kesil bir xabar kelmadi. Onu asasla görmez vatandaşım. Hazır bugün Su Şoxu apandi deydi ki, hazır olimlar ve mutaxassislarning tadqiq qilishiga qaraganda, Rossiya darhol ishga urushga kirib keladi deydi. Vatandaşım, ayni chog'da sobiq Sovetlar parchalanganda Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaning ishga urushga kirib qilishdan saqlanish uchun bor kuchi bilan diplomatik faoliyatlarni olib borgan edi. Endilikda ana shu Rossiya yoki sobiq Sovetlarning keyingi varisi bo'lgan Rossiya o'zi qo'yib o'tib, o'zi e'tirof qilib davlat ekanligini tizimga oldirgan Ukrainaga o'tgan yil 2 ayning 24 kuni tajovuz qilib kirdi. Bu balani o'zi topdi vatandaş. Agar Su Şoxuning gapi rost bo'lsa, so'zi rost bo'lsa, shart qo'yamiz to'rbitog'a. Bo'lsa vaqt Rossiya ishga urush kirib kelsa, bu endi dunyo uchun ikkinchi baloyi ofat. Chunki bugun Ukraina hujum qildi, bu bir baloyi ofat. Agar onunga ishga urush kirib kelsa Rossiya, bu ikkinchi bir baloyi ofat to'la dunyoga vatandaş. Mesela ikinci vaziyetimiz yani Reis Xi Jinping'nin Janubiy Afrika'da tuyuqsiz g'oyib bo'lib ketib, yig'in qatnashmaganligi to'g'risida xabar. Mayli bu bir Reis Xi Jinping'ning taktikasidir. Mayli bu bir Oltin kesak 5 davlatning taktikasiga qo'llangan bir xil usulidir. Nima qilishidan qat'iy nazar bu 5 davlatga taalluq deyli. Yig'inga qatnashmasin, nim bo'lsa o yüzden ishi deb turayli. Lekin bir hodisa kishini hayron qoldirdi ya vatandaş. O nima demamsiz? Qora darvoza. Buni qandoq tayinladi yoki qandoq o'rinlashtirdi siz biz bilmaymiz. Shik echildi. Reis Xi Jinping shikdan kirib keldi. Reis Xi Jinping'e ergişip kilovatkan yani bir adam mı köp matbuatlar tercüman değildi. Belki tercümandı. Onun kandak kılışını katlanızlar. Tercüman Reis Xi Jinping'e ergişip Karadervaz'dan kirip kelimende putunu eli şığılla. İkinci bir adam onu koldan tatıp dervazın sırtında kaldırdı. Yani bir adam gelip dervazını takadı. Reis Xi Jinping Karadervaz'dan içi kirib keldi vatandaş. Kirib keldi, alaq-jalaq oldu. Keyniga yenip 3 qitim qarg'an bo'ldi vatandaşı. Yani tercüman qani nemişki bunda muamil qildi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Darvozadan taki kiradigan ishak, yani Janubiy Amerika davlat boshlig'i Prasayamini shuni bilan ko'rish uchun kirishadigan zalg'ichi bo'lgan orliq 10-20 qadam bu orliqda hech kim Reis Xi Jinping'i ya undaq, ya bundaq demedi, ya yol başlap mangay demedi, ya matrap kemeğin demedi.
Reis Xi Jinping özü menip kelip, bu tarafta qarısı bir ışıkның aldıda bir ayol kişi turdu. Demek kırdığa muşayken dedi. Yol başlaydıgan adam mı yok? Şu ayol kişinin aldığı kirip, zalga kirdi. Janubi Afrika'nın prezidenti Prasmayama şunun bilen kol elişip körüştü. Endi bu körünüş nima denge? Bu gayri bir körünüşte. Bir devletning rahbari deyli, Jungo'nun 5 devlet yığınıga kelip oturdu. Jungo'dan deyli aeroplanda düştü deyli. Şundaqken aeroplanda qarşılı çıkan adam prezident özü çıktı. Yani Prasmaya degan prezident mi özü aldığı çıktı. Buya degan yüzbegen bir vaqa Hindistanның vaziri Modi. Aeroplan yetip kelgende Modi'ni qarşı elish üçün aldığı çıkan kişi bir minister derecelik adam. Keyin Modi aeroplandan düşmey turib oldu onu müde. Bundan keyin Prasmaya özünün muavin prezidentini avatib Modi'ni qarşı aldı. Nayta köngülsüzlikte. Hindistan bir devlet, demokratik devlet dünyada çoğun devlet vatandaş. Bunu veziriga muşundaq muamele kıldı. İkinci çoğun devlet Jungo'nun reis Xi Jinping'e muşundaq muamele kıldı. Bir de Janubi Afrika devleti qanda uğurlaştırdı bunu bilmeymiz vatandaş. Bunda hadislani köygende siz mehran qalsız belki siz Instagram, Facebook, Twitter'larda körüp buldunuz bu suretlerini. Hazır ben sizge sözleyip şu vaka, şu görünüşünü BBC tarqatdı. Erkin Asya Radyosu'nun Xitay tili programını tarqatdı. Amerika avazının video film işleyiş torbiti programını tarqatdı. Onundaki Limi Yang Yangi Tanglıqlar televiziyası tarqatdı. 4 orunda tarqatdı. Lekin ben yani şunun hayran boldum. Şimdi sizlerge misal elip mandaq davatını torbiti deb sözleydigan Tayvan'ın maxsus programı işleyiş halkılık yıllar, halkılık peytler ve pul qaraydigan yıllar. Bu işki tor bitidi bu hadise. Muşundaq görünüş yüz bədi deb xabar qilinmadi. Bundan keyin keldimi bilmedim ben. Bugün keç saat 3 ko'rgan xabarlar bu. Ko'rdim bilmedim, diqqat qilmadim. Ish mana muşundaq. Mayli Reis Xi Jinping o'tira Janubi Afrikada kechiringlar. Janubi Afrikada yig'inga vaqtida kelsin kimmisan? Bu ikkinchi gap deb qo'yib turayli. Sen bu kishi bu reis bir davlatning reis darvozadan kirgani nima ish qo'pollik qilsan degan gapning o'zi bir savol vatandosh. Önümüzde kendi kilovatkan kishi tercümanı tutib olib darvozadan kirgili qo'ymadi. Buning o'zi bir gap vatandosh. Bu cho'ng davlatlar o'tirisiga vaqa. Ana degan kelimiz hozir Prigojin. Wagner Group'ning boshlig'i. O aeroplan voqeasi bilan qazo qildi. Biri deydi bu to'g'rida yerdan qo'yib berilgan raketa bilan etib tushirildi. Rossiya armiyasi etib tushirdi deydi. Biri deydi bu to'g'rida aeroplanga selingan haraq eshiklarining ichiga bomba qo'yilgan deydi. Biri deydi bu formada oxiri buni KGB, Rossiyaning KGB'si shunday o'ltirdi deydi. Wagner Group'ning qolgan odamlar hozir qasam qilib biz Moskvaga ikkinchi qatam yurish qilamiz degan gapni o'ttirg'i chiqadi. Siz o'ylab ko'ring. 6-oyning 24-kuni Wagner Group harbiy o'zgarish qildi. Bir kun ichida to'xtab qoldi. Uning eng asosli sababi Peterburg shahrida prezident Vladimir Putin bu Wagner Group'ning boshlig'i Prigojinning oila tabobatlarini go'raga kelib oldi vatandosh. Shunaqmi ya? Go'raga oldi. Shuning bilan bir kun ichida harbiy o'zgarish tugadi degandek tugadi vatandoshim. Endi bugun 2 oy, to'liq 2 oy o'tganda 8-oyning 23-kunida to'liq 2 oy o'tganda Wagner Group'ning boshlig'i Prigojin aeroplan voqeasida qazo qildi. Bugun bir soat kishida yuz bergan ishki voqea
Reis Xi Jinping'in Janubi Afrika tuyuqsi g'oyib bo'lishi va uning tarjimoniga Afrika, Janubi Afrika doiralarini tutgan muomalasi. İkincisi, Rusya Wagner Prigojinning aeroplan voqeasi güçlab qazo qilish. Dal mushu vaqtda Reis Xi Jinping Janubi Afrikada hozir Reis Xi Jinping'ning buni tutgan pozitsiyasi to'g'risida xabarlar kelmadi. Bir ikki jumla Reis Xi Jinping cho'chidi degan gapni qildi. Degan vaziyat to'g'risida sizlarga so'zlaganimiz bir leksiya bo'lib ketdi. Kechiringlar vatandoshlar.